gapiray desam tilim bor, lekin haqqim yo'q degan mavzuda bu. Nimaga bizda Imom Buxoriylar chiqmayapti? Nimaga bizdan Ibn Sinolar chiqmayapti? Bizdan Ibn Sino chiqmaydi. Biz tibbiyot ilmini ushlab qola olmadik. Ko'plab ota-onalar nolishadi-da, farzandini natijasi yo'q yo boshqa. Men ustozimga ko'rsatib qo'yaman hali deydi. Agar siz hozir farzandingiz tarafini olib ustoz bilan urushyapsizmi? Ustozini obro'sini to'kyapsizmi? Siz o'ylamang, sizni farzandingizdan Ibn Sinolar chiqmaydi. Siz o'ylagan farzand chiqmaydi. Nimaga bizda Imom Buxoriylar chiqmayapti? Nimaga bizdan Ibn Sinolar chiqmayapti? Nimaga bizdan Al-Xorazmiylar chiqmayapti, Al-Farg'oniylar chiqmayapti? Bizdan Ibn Sino chiqmaydi. Biz tibbiyot ilmini ushlab qola olmadik. Bo'ldi, Yevropa olib ketdi, Hindiston olib ketdi. Ibn Sino bizni bobomiz emas, ularning bobosi desa ham bo'ladi hozirgi paytda. Ko'plab ota-onalar nolishadi-da, farzandini natijasi yo'q yo boshqa. Vaholanki sharoitini qilib bergan, nimaiki desa qilib bergan, hamma sharoitini qilib bergan, yaxshi joylarda o'qitgan. Lekin bitta eng nozik joyi bor. Ota-onalar va ustozlar orasidagi muomalada eng nozik joyi. Ya'niki gapiray desam tilim bor, lekin haqqim yo'q degan mavzuda bu. Nima qilay? Gapirishga tilim bor, lekin haqqim yo'q. Farzandi biror bir ayb ish qilib, yo bo'lmasam darsda bir dars qilmasdan, yo ustozga gap qaytarib nimadir qilsa, borib turib ota-onasiga aytadi, onasiga yo otasiga aytsa, men ustozimga ko'rsatib qo'yaman hali deydi. Siz nimani ko'rsatib qo'yasiz? Hayot ko'rsatib qo'yadi keyin sizga. Agar siz hozir farzandingiz tarafini olib ustoz bilan urushyapsizmi? Ustozini obro'sini to'kyapsizmi? Siz o'ylamang, sizni farzandingizdan Ibn Sinolar chiqmaydi. Siz o'ylagan farzand chiqmaydi. Ular nimaga Imom Buxoriy bo'ldi? Nimaga ular Imom Zamaxshariy bo'ldi? Nimaga ular ilmni ko'tarib turdi? Nimaga Movaroun Nahr, ya'ni O'zbekiston ikki daryo orasi ilmni ko'tarib turdi? Nimaga hozir ko'tarib tura olmayapti? Ko'tarib tura olmaydi ham. Agar ota-onalar ustozlarga o'sha avvalgidek etsizga, suyagimizga nimagungacha ilmni ko'tarib tura olmaymiz. Va siz farzandingizdan unaqa natija ham kutmang. Siz ota-onangizga qilganingizni farzandingizdan ko'ryapsiz, bu aniq. Hammamiz ham ko'ryapmiz. Ota-ona bo'lganingizdan keyin tushunasiz, deydi-ku. Ya'niki ba'zi bir emas, hozirgi kunda ko'plab ota-onalar, qadrdonlar ustozlarni hurmat qiling. Bundan boshqa najot yo'q, bundan boshqa yo'l yo'q. Agar bundan boshqa yo'l bo'lganida aytardik. Bundan boshqa yo'l bo'lganda uni ham mulohaza qilib chiqardik. Lekin hozirgi kunda muammosi, og'rig'i bo'lganligi uchun aytyapmiz. Agar siz farzandingizdan yaxshi natija kutyapsizmi? Kelajakda Imom Buxoriy bo'lmasa ham siz xohlagan natijani kutyapsizmi? Iltimos, maktabiga borib ustozi bilan urushmang. Ustozi farzandingiz nuqsonini aytsa, siz uni inkor qilmang. Siz u bilan maktabda ertalabdan kechgacha birga yurmaysiz. Siz uni qanaqa holatda yurganini bilmaysiz. U bola, u yolg'on gapirishga moyilligi bo'ladi, boshqa bir narsalarga moyilligi bo'ladi. Lekin siz farzandingizga ishonasiz. Lekin 50 yil hayotni ko'rgan ustoziga ishonmaysiz. Nimaga? Yana farzandimning tarbiyasi buzilib ketyapti. Tarbiya sizni bo'yningizda. Ilm ustozni bo'ynida. Lekin ilm berishiga ham qo'yib bermayapmizda. O'sha boshidagi gap, gapiray desam tilim bor, haqqim yo'q. Qaysi kinoyda Kichkina tabibmidi? Xullas shunaqa. Biz ustozlarimizni qadriga yetmas ekanmiz. Biz ustozlarni e'zozlamas ekanmiz. Ilm, boshqa bir muvaffaqiyat kutmay qo'yaveradi. Alloh berishi mumkin. Bu dunyoda tugamaydi-yu hammasi. Shunaqa.